Keks qolipingiz yo'qmi? Menda ham yo'q edi. Shunaqa haqiqiy qolipda pishgandaqa keksni qanday qilib tayyorladi deb o'ylaysiz? O'ylay zo'r usulini topdim. Qanaqa yo'lni topganim esa videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. 1 stakan qatiqqa 2 choy qoshiq razxitini solib 1-2 minutga qo'yib qo'yamiz. Keyin esa tuxum, shakar, eritilgan sariyog' yoki margarinni solib aralashtirib, unni oz-ozdan solib, shunaqa quyuq massa holatiga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Menda uyda shunaqa qolip bor edi. Qolipni yog'lab, o'rtasiga piyolani qo'yib oldim. Tayyor massamizni solib, lopata bilan hamma joyini bir xil qilib tekislab chiqamiz. Agar yong'og'ingiz bo'lsa, maydalangan yong'oq sepib olsangiz, yana ham chiroyli chiqadi. Qizib turgan pechda 150-160 gradusda pishirib olamiz. Piyolani pichoqning uchi bilan avaylab ko'chirib oldim. Ko'rinishi haqiqiy qolipda pishgandaqa juda ham zo'r bo'lib chiqdi. Mazasiga ham gap yo'q. To'liq retseptni videoning tagida yozib qoldiraman. Ideyam yoqqan bo'lsa like bosib, videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying.